Assalomu alaykum. Anglayatqaninglar Türmə xatirləri Məhbus ruhlar. Abdori Abduvali Ayub. Kamirda halal haram. Uyghur məhbuslar Liudavanda köpəygəndən keyin Millatlar İttifaqlığı, Vətənpərvərlik degan dərslər qoşulub, qozuqdek qetib o'ltirdigan vaqtimiz uzrab ketdi. Bu Xitoy va Tungan məhbuslarning o'g'isini qaynatıvetdi. Uyghur siyasi məhbuslar qamalmasda, kamerda har kuni tushdan burun va tushdan keyin birər soat qonun tashviqotidan keyin xohlagancha parang soladigan ozoda vaqt bor edi. Siyasi muhitning chingib ketishi yurakni qisqan bilan Xitoycha o'gitishimni osonlashtirdi. Qamoqxonada Uyg'urlarning ko'payishi bilan Uyg'ur tiliga cheklama kuchaydi hamda Xitoy tiliga zo'rlash texmo keskin tus oldi. Mənmu o'gitishlerimni bexatar davomlashtirdim. Xitoycha o'rgatgan bo'lib, Uyg'urcha paranglashib olatdim albatta. Shoh Mahmudning ilgirlishi ishongusiz darajada tez edi. Bir kuni u kamerdagi ekranda tashviqot rasmlariga kirishtirilib, lepildab chiqibla turadigan vatanparvarlik darsligidagi "Davlating bo'lmasa, oilang bo'lmaydi" degan Xitoycha jumlani tushunib, og'zi yumilmay qapti. Uning oqsiriq chiroyida parlagan bilishning xushalligiga jo'r bo'ldim. Ammo uningga mushu fursatda Allohga ishonib, Uyg'urcha so'zlab, heyitlarda samoga sakrab, muqamdan mo'nglanib yashaydigan Uyg'ur tillik kishilardan millat barpo qilishning, ondan bu millatning millatlik huquqini talab qilishning, ularga bosh tiqqudak makon, xalqning ko'ziga talmurmay ozoda o'ltirg'idek bir davlat qurishning naqadar zarurligini, bugungi dunyoda millat bo'lmay turib davlat qurg'ili bo'lmaydiganligini, dunyoda musulmon davlati, xristian davlati deydigan dindorlikni asos qilgan davlatning bo'lmaydiganligini, musulmon, xristian, buddist bo'lib talab qila oladiganimizning faqatla masjid, chirkov va butxona ekanligini tushuntirolmaganimga o'kindim. Chunki Uyg'urcha so'zlash jinoyat. Bularni so'zlash kalla ketadigan bo'lgunchilik edi. Bir kuni kamerga İsmail ismli bir chekarman Uyg'ur qamaldi. Shoh Mahmud ikkimiz uning beshidan kunda necha vaqt suv qo'yib, 2 hafta o'tganda aran xumordan chiqardik. Uning xumori yo'qopla ishtihosi ichilib ketdi. U o'ziga berilgan muammoga to'ymag'achqa, ikkimiz navbatlashib pulga buyuradigan bir kishilik zahardek qimmat kadrlar tamaqini uchaylan yeyishga boshladik. Tamaq uchalanga yetmaydi. Bizmu chidab nafsimizdan kechatdik. İsmail Urumchida temir yo'l idorasi qurosida cho'ng bo'lg'achqa, Xitoychini suvdek so'zlaydi. Siyosiy qashqisi bo'lmag'achqa, kamir boshliqidanmi, gundupaylardanmi qo'rqmaydi. U kirib, kamir Uyg'urcha chaqchaq va kulki bilan ruhlanib qoldi. U bizgila emas, koridorda tamoq to'shiydigan Uyg'ur gundupaylargami Uyg'urcha gap qilishdan qo'rqmaydi. Qarshi tarafdagi korpusga qamalgan Sherikim Dilyor Obulning qaysi kamerda turayotganligi xabarinimi shu İsmail koridordagi gundupaylarga deb yurib, aniqlab bergan edi. İsmail biz bilan kusurlashib yurib, sat gap qilishdan o'yladigan bo'ldi. Bo'libmi, Shoh Mahmudni ilmi bor deb alayda hurmatlaydi. Ammo u tamaka chekishdan to'xtay olmadi. Kamerga kepinakmo kirolmaydi-yu, tamaka kiratdi. Bechora İsmail Xitoylarning chiroyiga talmurib, bir sho'rvolmag'icha bo'ldi qilmaydi. Shoh Mahmud İsmailga tamaka chekmaslik haqida 3 qitim nasihat qildi. Kar qilmaganda u menga tamaka chekkan odam bilan bir qoch tamoqni birga yeyish harom dedi. Amaliyotda shu chog'da ikkimizga qochsini 80 so'mdan ilib yeyotgan tamoqning yarmini İsmailga berish tas kelmagan deyolmayman. Tamoqni birga yeyish to'xtagandan keyin kamerdagi Uyg'urcha kulga to'xtab, ko'ngillar muzladi. İsmail anglitib turib, Xitoy mahbuslarga bizni janublik yavoyi, madaniyatsiz, qaloq deb yomonlab beradi. Ba'zida Tungan mahbuslar bilan kameraga kaynini qilib tamaka chekkach, tamakining harom emasligini dalillaydigan paranglarga tushib ketadi.
Mencha, İsmailga tamoqni bermaslik emas, yaklanish ig'ir kelgan bo'lishi mumkin. Aramizdagi nizo ancha muncha so'qib o'tishlarga, surkilishga o'zgarganda, Xitoy Kamir boshlig'ining mushtumini tugib, sizlar mushundoq bo'lishinglar kerak degani esimdan chiqmaydi. 2014-yili Chag'anға oz qolganda nizo ching'iga chiqdi. Qamoqxonadan bayramliq har xil qo'rima tarqitildigan bo'ldi. Qo'rimalar zahardek qimmat bo'lib, oilasidan pul kiradigan Shah Mahmud, men va Kamir boshlig'i uchimizla chiqina olaydiq. Ammo hammaylarga biz buyurtib berishimiz kerakmish. Aslidinla Kamirga elinadigan sopun, surtgich, lo'nga degandek lozimliqlarga biz pul chiqarayotganimiz uchun butun Kamirdagi 23 mahbusga chag'anliq qo'rima elib berish ikkimizga bakrak ig'ir kelgan edi. Shah Mahmud manga, u qo'rimalar halol emas. Uning ustiga maxsus chag'anga atalgan qo'rimalarni yesak, kofirning bayramini tabriklagan bo'lamiz, deb pichirladi. Shuning bilan qo'rimalarni olmaslikni aytdim. Xitoy mahbuslar chiroyini purishtirib, g'udrashqa boshladi. Men Xitoy mahbuslarga avval islomdagi halol haromni tushundirdim. Ondan bu chag'anliq qo'rimalarni buyurtmaslikning sababini dedim. Mayli nima dey, qo'rimaning haromligini tushundirib baloga qoldim. Ismoil darhol harom emas, halol deb qaynab ketdi. Aslidilla ovozi yuqori Ismoil yeli Uyg'urcha, yeli Xitoycha so'zlab Kamirni beshiga kiydi. Boshqa Xitoy mahbuslar bir millat ichidagi bu halol harom munozarasiga hech nimani tushunolmay qarab turishdi. Vey familiyalik Gundupay varang churuni anglab Kamirning oldiga kelganda hammamiz sapras bo'lib turdik. Kamir boshlig'i halol harom munozarasidan doklad berolmay meni ko'rsatib qo'ydi. Gundupay 751 deb nomerimni chaqirib, nima bo'lganini so'radi. O'zimcha muallimlikim tutib, Gundupayga halol haromdan dars o'tib ketibdiman. Gapning yerimiga kelib u chiqa, sana nima halol, nima harom o'tib qo'yay deb varqirdi. Rujakdan sunilgan ishkal va kishan bilan put-qo'lim tushaldi. Doklad deb ingishib eshikdan chiqishimga bir tepik meni domlatib kamirga kirgizibdi. Eshikdan 3 qitim chiqib, tekkan 3 tepik bilan 3 qitim yiqildim. Mendan keyin Shah Mahmudning qo'liga ishkal silib, ikkimizni ikki tarafdagi mashq kamirga haydab mandi. Mashq kamiri yangi kirgan mahbus va jazolangan mahbuslar uchun ayrilgan bo'lib, tuzumlari alohida ching edi. Mashq kamirlarining boshlig'i odatda boshqa kamir boshliqlaridan huquqliq edi. Ular koridor tozaligini o'rinlashtirish, mahbuslarga sirtdan kirgan pul chekini tarqitish, ancha muncha darslik qilinadigan tashviqot qog'ozlarini tarqitish qatorliqlarni qiladi. Vey meni ikkinchi korpusdagi mashq kameri oldiga ilib kelib, "Dokladda!" deb varqirdi Vey Gundupay. "Doklad!" deb varqirab, amdi putumni kamerga ilishimga tillab ketdi. Kamerdan 3 qitim chiqib, 3 qitim doklad deb to'lab kirdim. Kamerdagi boshqa mahbuslar havolanmaga chiqib tizilib turgan ekan. Odatda kamerning oldiga yangi mahbus ilib kirilganda, barliq mahbuslar eshikning ikki tarafiga tiziladi. Mahbuslarning u yerga tizilganligining siri nimadu? Ve meni havolanmaga ilib chiqib, 751 qamoqxona qoidasi xiloflik qilib, kamerda oshqulluq ideyasi tarqatganlik uchun koridorda sazoyi qilinadi. Bundan keyin kim oshqulluq ideyasi tarqatsa, oqibati mushundoq bo'ladi, dedi. Ve bo'ynimga bir zanjirni bog'lab, bir uchini kamer boshlig'iga tutqizdi va meni yetilab koridordagi 1 va 2 korpusni bir qitim aylanishga buyurdi. Koridorda itdek so'rilib ketyapman. 2 o'shqimni kishan g'ajaydi. Bilim telib og'riydi. Dardimni o'zim bilaman. Manga eng ig'ir kelgini kamer boshlig'i Xitoyning bo'ynimga bog'langan zanjirning bir uchini tutib, koridorda mag'rur minib ketishi va ancha mang'almayotganimni, putumdagi ishkalning o'shqimni qasab qiynalayotganimni ko'rib turib, pat-pat tartib qo'yishi edi. Kamer boshlig'i meni yetilab,
har bir kamerning oldida to'xtab, mening gunohimni shu kamerdagilarga so'zlab berishi kerak edi. Har qancha qiynalsammu, qo'limdagi ishkalni putumdagi kishinga chetib qo'yg'achqa, yerga engishib qolganim yaxshi bo'lgan ekan. Bo'lmasa u so'zlayotganda mening sazoyini ko'rayotganlarga qarab turishimni talab qilishi turgan gap edi. Manga qarab ich og'ritayotgan, masxara qilayotgan, xo'p bo'ldi deb xursand bo'layotgan chiroylarni ko'rmaganimga mamnun edim. Tishimni tishlab mingyapman. Ammo putumdagi kishan o'shqimni g'ajab chidog'siz og'ritib turadi. Oxiri o'shqim g'ajilib, qon sirg'ishqa boshlaganda sazoyi qilish to'xtadi. Mashq kamerga qamalib, ikki putumni ikki qo'limga chetib qo'yganda, qurbonlik qo'yg'ala o'xshagan edim. Dadam qo'yni qurbonlik qilishdan burun ashundoq chetib qo'yatdi. Bu haftalik jazo oyliqqa o'zgarib ketadigandek, menga ortishqa tamshilayotgan milliy bo'lgunchi degan jinoyatga diniy asabiy degan jinoyat qo'shilib ketadigandek andishlandim. Demismi shu bir haftada gap qilmasam, namoz o'qiyotsan deb uratdi. Gap qilsam kimligingni unutib qolding deb vahima silishatdi. Qo'lim putumga chetiqliq bo'lg'achqa harakatsiz qilib mugdisam, tepik yetdim. Qamoqdagi o'g'ri, qaroqchi, heroinkashlar uchun urush jidal degan vaqt o'tkazishning tepilmas to'g'risi edi. Putum kishanlangan, qo'lim putumga chetilgan shu bir haftada na uyqu, na hojat, na tamoq hech birini aplashtirolmadim. Hojatim qistiganda ishtinimni salolmay kim yordam qilar deb har bir Xitoyning chiroyiga tilamchilik tikildim. Hojatdan avirtim surtuksiz qo'pib, kiyimlarim siliqsiz yurib, purab ketdim. Oxiri qishimga hech kim kelmas, o'zimmo seskinib, uxlayolmas holga tushdim. Uning ustiga qichqoqning qiynig'ini bir yildak ta'sda to'shqan bir haftalik jazodan keyin birinchi korpus 6 kamerga qaytdim. Keynimdilla Shoh Mahmudni akirdi. Qaytib kirgandan keyin qarasak, pulimizga qo'rimalar bo'ritilib bo'pti. Ikkimiz tabriklamaymiz degan chag'anni quloqcha tabriklagan bo'ldik.